tug'ruqdan keyin tiklanish vitaminlarini iste'mol qilmas ekansiz, tishlaringiz, zrengiz pasayib ketishi, sochlaringiz to'kilib ketish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Hamma tuqqanlar buni biladi. Ushbu narsani yechim topildi. Albatta, tug'ruqdan keyin menyu qilib qo'ydim. Tabobat 08 kanalga kirsalaring, tug'ruqdan keyin nimalar iste'mol qilish kerak ko'proq, ertalab, obedda, kechqurun nimalar iste'mol qilishi, ratsionlarini ko'pchilik aytmaydi. Bu narsani yashirin sir tutishadimi bilmayman. Chunki aptekaga borib ximikat narsalarni, vitamin olish iste'mol qilganda tabiiy uy sharoitida iste'mol qiladigan narsalar bor. Tug'ruqdan keyin tiklanish etabi bor. Buni qilmas ekansiz, siz 30 yosh, 40 yoshda juda ham ko'plab kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Ushbu narsani qiling. Chunki siz organizmingizdagi bor qurilish materiallarini siz farzandingizga berdingiz. Endi joyini to'ldirishingiz kerak. Tabobat 08 kanaliga kiring, mana yozib qo'ydim. Ushbu menyuni qo'lga kiriting. Atga 2 kun bu menyu turadi xolos. Ushbu videoni maksimal darajada tarqating. Tug'moqchi bo'lganlarga va tuqqanlarga 1 yilgacha bemalol, 2 yilgacha bemalol amal qilaveradi. Tiklanish etabini albatta qiling. Salomat bo'ling.